ko'charavering. Bo'ladi. O'tin. Bu drabilkalar ishlashiga o'zim kafolat beraman obunachilarga. Chunki men bu drabilkalar ishlatib, tekshirib ko'rdim. O'ta tavsiya qilaveramiz, hurmatli obunachilar. Mana. Qo'lingizni ko'taring. Yo'q, qo'lingizni nima qilasiz? Juda to'g'ri tushunasiz. Qo'lingizni ko'taring. Ko'taringiz qo'limni ko'rsatyapman. Mana qo'llarni qaranglar, degan reklamalar ham bo'lyapti. Hop, hurmatli obunachilar, tunakkani haqiqiy hayotda kattalardan zakaz qilib yig'ib kelingan. Mana bu aralash chiqardi aka. Mana bu aralashma holatda. Hop. Mana ishlari holati ideal holatda ekan. Hop. Bo'ladi. To'p. Endi buni narxiga to'xtalib o'taylik, keyin tuzilishlarni bir tushuntirib ketamiz. Narxini hech pulga. Hammasi bor aka. Hozir ko'k pastligi uchun alyumin variantini chiqaring hammasi. Hop, taqilib turamiz. O'ta pasayib ketdi to'k aka. Pasayib ketganligi sababli aka alyuminda chiqardik. Ko'ringiz, 170 to'kda hammasi ishladi. Mislarimiz adjini qilib qo'yganmiz. To'k pasayib ketdi bizda. Mis obmotkali. Pazarni tutib alyuminlarda aka 2400 dan qilib beramiz. Joyida shetda. Shetda. Dastlabkasi hech narsasi yo'q. Shetdagi baho keladi 2400. Dastlabkasi uzoq yaqiniga qarab kelishveramiz aka. Hop, vodiyni ichiga necha pul? Vodiyni ichiga bo'lsa 150 mingdan 200 mingga joy borish. Endi hozirgi gaz yo'ligi uchun jicha qimmatroq bo'lib qolyapti. 150 ming vodiyni ichiga. Endi vohaga 300 ming vohaga aka. To'g'ri tushuninglar-da, hozir masalan 5 ariqqa bo'lsa 5 ariqda men o'zim yengil mashinada keldim. 150 ming kuyib keldim o'zi benzin assalomu alaykum dedi. Borib kelish hisobda endi o'zingiz to'g'ri tushunasiz. Bu yoqqa hech kimga oson emas, lekin narxlar mana 2 million 400 ming alyumin variantiga. 6,5 kilovatligi. Moshinasi. Necha kilovat? 6,5 kilovat. Eng mo'shni katta motori. Ko'rib turibsiz. Mis admotkali. Mis admotkalida aka 6,5 kilovatligi bor, katta motori bor. 2700 qilib beramiz. 100 mingdan tushirdi aka. 3,5 kilovatligi bor. Uni ham 2400 qilib beramiz buning narxida. Odamlar Ariol yo misol Rubin, Titan bo'lsa bitta narsani farqlanmayapti aka. Mana yaqinroq qo'ying. Motorda farqi bu motor bilan aka, buni motori farqli bo'ladi. Ariol motor. Bugun sekretlar ochamizmi? Tamam aka. O'tmasa men arzon qilib 1800 ming ham 1900 ming ham bor deyapti. Bu motor bilan bu motor qancha farqi bor? Mana. Ikkalasi yonma-yon turibdi. Hajm jihatdan ko'ryapsizmi? Mana hajm jihatdan ko'rsangiz, mana yonma-yon. Bittasi kichkinaroq. 1900 mingga ham deyapti, biz 1900 mingga qo'yamiz. Soat 1900 minglarda buni tulikadan keyin motorida ham ancha farq bor. Biroz ziyonga sotilmaydi ko'p qiladi. To'ppa to'g'ri. Hech kim o'rmon bordi degani bu materialni tejab qoldi degani aka bu. Hech kim ziyonga qilmaydi-ku. 100% yaxshi narsa oling, sifatli ertaga ishlatganingizdan keyin ham natijasi bo'lsin-da. Arzonni ko'rsating. Arzonligi uchun lekin bulardan yomon bor. Bizga telefon qilib, hamma yoqda 2 million 1 million 900 ga ketyapsizlar, nimaga narx qimma dedi. Biz endi buni qisqartirsak, keyin narx tushadi. Hamma narsadan tejab bo'ladigan bo'lsa, keyin pasaytiramiz. Tejamasini hech kim pasaytira olmaydi-ku, ziyoniga sotmaydi-ku. 6,5 kilovatli aka. To'xtamas o'zi. Endi masalan, mana Rubinni kattasi. Rubinni ham kichkinasini qo'yib sotishyapti aka. Qarang. Qarang mana. Bu qarang. Ikkalasi ham zachtasi bor. Buni kiloga ham tortib ko'rsatuvdi-ku, necha kiloda edi shular? Buni aka 24 kilo. Bu 25 kilo aka. Bundan ko'ra bu og'ir. Ancha. Ano kichkina necha kilo? Kichkina u 17 kilo. 17 kilo. Ko'tarilsam ne o'sha ko'rsatam bilasiz. Navbat buni og'ir. Sifati ham katta. Yaxshi. Endi tuzilishlari nimalardan tashkil topgan? Tuzilishlari aka mana. Nimalardan tashkil topgan? Hop. Kelgan bitta narsa aka, yana bitta narsani razana qilyapti. Bu list ko'ryapsizmi? Qora rossiyskiy list bo'lyapti. Oqli, sal arzon haqli list bo'lgan ekan. Mana qalinligini qarang. Mana.
Yo'q, yupqa lista bo'layotgan, bu qora lista bo'lyapti. Eng yaxshi lista bo'layapti. Qani, bunday otvoringni o'zi taraq aytganda. Yo'q, yotib bir joyda qotib qolyapti. Otishni biladi, ko'rishgan. Aha. Va betan qalin. Ha, mana. Qalin turbada bo'lgan, mahaviy zavodskiy mahaviyda bo'lgan. Bu tishlar segmentlar ham qalinda bo'lyapti. Mana umidni ko'ring aka. Bu zavodskiy ko'pchilik biladi, mana tishlar qalinligini ko'ryapsizmi? Endi mana bu tish bilan, mana bu tish aka, qarang. Original bilan nooriginali bormi? Ha, mana qarab turing. Bu tish plombasini qarang, bari xil. Seriyasigacha bir xil. Qalin yuqorgina qarang aka mana. Buni chiqarib Ha, bu kastvasini ko'ryapsizmi, qara-qaragina. Bu qora qarang. Qora, yaxshi o'tda yog'da to'yildirilgan. Bu boshqacharoq. Qarang. Ha. Shulardan agar tejab bo'lsak, biz ham 1 minut o'tkazib 2 minut o'g'irlaymiz. Hech nimani tejaganimiz yo'q. Lista bo'layotgan. Hozir yarmini undan qo'ygansizmi? Mana qarang. Yo'q, hammasi bir xil bo'lgan. Buni arzondan Yo'q, arzondan emas. Bu mo'svetini aytyapsizmi? Ha, yo'q, bundan bo'lgan. Bir xilman. Ha, mana mo'lar bor-ku, mana ular. Mana shunda yupqadan bo'lgan. Ha, shuni aytyapman. Sababi bu havo vazifa bajara oladi. 5 tasi. Ha, bu oqrog'iga